qiynalganman, o'tdan chiqib kelganman, bo'tdan chiqib kelganman. Kecha konferensiyada savol berishyapti. Saturn Mango ligasida urushadimi deb. Jasur Alijonov media bayislarni qo'llab-quvvatlavermasdan haqiqiy sport yulduzlarini ham qo'llab-quvvatlaylik deb ta'kidladi. Hamma biladi, telefonni olib syomka qilib, bo'sh qilib, o'zini odamlarning emotsiyasini jalb qilishida. Ammo bu so'zlarga qaramasdan Saturn ham befarq qolmadi. Ulardan emas, mendan so'raylar. Urushasanmi deb. Ular hal qilmaydi-ku. Kim aytdi meni Mango ligasida tusha olmaydi deb? Men xohlasamgina tushaman deb ta'kidladi Saturn. Bundan tashqari, bundan-da yuqori ligalardan shartnoma bo'layotganligini ham alohida ta'kidlab o'tdi. EC ligasidan taklif tushdi. Qadrli do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Jasur Alijonovning gaplarida jon bormi yoki Saturnni? Albatta bu holatni video davomida ko'rishingiz mumkin. Videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni aslo unutmang. Instagramlarda hamyoda aylanadi. Qiynalganman, o'tdan chiqib kelganman, bo'tdan chiqib kelganman. Mana shu sportchilarning hayoti qanaqa bo'lgan? Erkaklar qanaqadan chiqib kelgansizlar? Yo'l kirasiga ovqat yeyga pulim olmagan. Zalga kelganda rostdan perchatkasi bo'lmagan. Zalga kelganda kiyishga kiyimi bo'lmagan. Yashashga, kvartiraga, Toshkentda yashash bilasizlar qimmat. Yo bo'lmasa boshqa zalga borib bor qilish qimmat. Bular qiynalmaganmi? Hamma biladi, telefonni olib syomka qilib, bo'sh qilib, o'zini odamlarning emotsiyasini jalb qilishida. Lekin bu yo'lda haqiqiy mehnat qilayotgan, ter to'kayotgan sportchilar ham yo'q. Biz o'zimiz sport blogerlari mana narsani просто ommaga olib chiqib qo'yish yoki ko'tarib ketib qoladi. Mayli, lekin qilishmasin emas, faqat hamma narsani meri o'rtasida qilish kerak. Kecha konferensiyada savol berishyapti. Saturn Mango ligasida urushadimi deb. Ulardan emas, mendan so'raylar. Urushasanmi deb. Ular hal qilmaydi-ku. Menga Xudoga behisob shukrlar bo'lsin. EC ligasidan taklif tushdi. EC Ma'oda Octagon liga bilan shartnomam. Ular hamma narsani hal qilishadi. Ular men uchun ishlashyapti. Men qiladigan ishim faqat trenirovka. Shunchaki jang vaqti yelkamga O'zbekiston bayrog'iga kelib do'ppini kiyaman. Klitkada bundan keyin ko'rsataveraman. 5 ta jang, 5 ta g'alaba, alhamdulillah 5-g'alabamni ko'rdilar. Meni qo'llab-quvvatlaydiganlar sizlarni yaxshi ko'raman. Baxil bo'lmanglar, baxil deb oq ko'karmas. Har bir yigit kishini Alloh omadini bersin. O'zbek, o'ziga bek. Gazuyim. Yo'llaringiz sog' bo'lsin. Halol nasib.